Aka, hiç koyamam. Nima qilsa? O chechinga. Qara, shu kutibdi. Satrashlik qilyapmaydigansan? Yo'q. Shu va qotir qo'yay dedim. Qotir qo'yay? Ha. Birga qotir qo'yay dedim. O'zingchi? O'zim yaxshi aka, o'zingchi. Men hozir qarama do'yin serib o'tgandim degan. Ha. Nim ko'ratsa? Qalayim qamir narsa ko'maka juma. Sen o'ynagankan uni ko'ryapsan. Ya Shu qolgan. Men endi mayliq davr hozir menda qaraymiz-ku. Men do'yinda to'laroq Kim bu? Shokrulxon dedi. Shaka dedi. Vay mang'inay, vay. Men bu do'yin sohasi bo'lsin, nurg'ulg'an masalan aktiv energiya taqtiyotgan bir yigitlarimiz bor-ku. Endi bularni e'tirof qilmay bo'lmaydi. Nurg'ulg'an to'r sohasida oldida mengayotgan yigitlar bor. Bular shu ozg'ina yaqinqi yil mobaynida bo'lsin, to'r sohasini zilzilaga selyapti-ku. Bularga egishibma bir turkum axlatlar ko'p bo'ldi. Endi shularning keyinda egishadiganlarmi? Balkim shunday kishilar deb o'ylaymiz. Nurg'ulg'an katta aktiv energiya taqtiyotgan ne suyimlik inilarimiz bor, singillarimiz bor. Biz ularnikini ko'may bo'lmaydi. Voy, yo'q, sen do'yin Vanxon bo'lgan bilib, men cho'lpan, yo bo'lmasa men palonchi deydigan ish yo'q-ku. Mana shu Vanxon qanday qaraysa aka? Men Vanxonga mikrofonni kizara ko'tarib qarayman. Vanxon qanday qaraysa degan vaqtida bularni ayirayman-ku, chunki televiziya hozir cho'nglar ko'rdi, yoshlar hammamizning qo'lida cho'nglarning tutib ketdi-ku. Endi men buningda qarab qo'llab Abdukerim kamning bir gapi bor-ku, ko'maning iqi yo'q, Vanxonning siqi deb. Gap qanday qaraysa? Unda emas, endi ba'zi bir ishlar taqlid deyilgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Ya to'r sohasida ne yaxshi aktiv energiya filmlarni ishlayotgan, shu sendek xalq xushallik berayotgan. Sendek. Men Vanxon kirasa aka? Kirmamsa? Qanday qilsam? Bek e'lonlan chiqishlaysa-ku. Unda sen yuzi qo'ngda qo'y. Mayli nim deysiz, odam bo'laychi. Shu. Mama programmaga chiqib boshqacha bo'lding-ku aka. Salmoqliqmi? Salmoqliq bilan Endi birisini so'rmaydigansa yomon kirish oldi. Voy, yo'q aka, men birisini taklif qilib qo'ydim men. Bugun shu zerik qilmayli deyman-ku aka. Doimiy gap bilan, parang bilan boshlasak, zerikish ko'p qolmasa, men ko'rmanlarga har sonda bir xil yangilik tuyg'usi beraylik deb o'ylab. Beijingdan kelgan masalan mush programmanga hozir mishad o'ltagan nurg'un akalarimiz, do'st birodarlarmi, adlarimizmi, masalan G'uljilardan, Qashqardan, Xotandan, Shinjongning har bir rayonidan kelganda sir, Beijingdan kelgan bolalar bor-ku. Ya'ni birsi hozir mana mishad o'ltagan ba'zi bir kishilar uydanmi kelganlar bor. Uydanmi kelganlar rostdan. Ham deyman mishada Odila deb bir singlimiz bor-ku. Beijing hamda bizniki yaxshi bir inimiz bor, Alqut deydigan. Bilsa aka. Shu Alqut inim bilan ikkisi tan kaptiki mush programmani debchu. Bular mening bek yuraklarim. So'ng qanotlarim desam bularmikin. Bularmi shu Beijingga mezdoshlik berib, Eshada Tunis qilib, hozir bular Eshada. Qizli qatammagan. Yo'q, Eshada ishlayotdi. Eshada bunday aytganda pul tepib, oilasini qamdab, cho'nglarga o'zligimda. Demak, akamosh programmanga borma deb shundan qo'shib ketdim. O'shuga yerlarimiz ma'lum. Ana keyin desang bo'ldi. Vanxonning ishlanma. Shunday olib chaqchaqdan. Şoş Adile singlimizniki bir usul olsa, attaydan mening sahnamni deb shu so'g'itdan ip kelgan ekan. Sen chaqadingmi, men chaqadimmi? Sen chaqiribsan. Men bilib bo'lding degina buni. Men rad qilmadim. Adilaning usulini uning ekan. Oldi bilan deyman, shu eng dastlabda bir kayfiyat ko'tarish uchun, ammo shu ko'rmalargami, vanga bir kayfiyat berish uchun Adila tasqaldim adam degili. Adilani nishonni kichiklikdan ayollar. Adila singlimni shu bir mayda usul o'ynab berish taklif etsak, usulni bir ko'rib yiqib, boshda bir huzurni boqmaymizmi? Mayli, ashaqlayli. Ashaqlayli. Muhabbatna
Rahmat. Acayip feyz bo'ldi, Çok feyz bo'ldi. Bularga mundaq qilaylik, Alqot. Ha. Ataydan kelib shunda xush qildinglar, rahmat. Sizlarga qarab ozroq bir ko'nglim bor. Beijingdagi do'stlarga olib tashviqot qilib qo'ymoq. Hayot şirketiniki shu hozir to'g'isida o'chkist etgan chaylardan, hozirning qahvalaridan beraylik ukam. Poyezdda mangizlar balkim uxlamay ketdi. Uxlab mangizda. Turg'un deb mangizga sepirtaydi. Unda bo'lsa, hamda mush Vanxonga. Sen o'tgan Vanxonlarning gapi qilib Shu gap shu. Men deb qo'ydim hamda meni toningda qoldirib shunday aka. Ben muş qara bugün muş programını tazma ballar bilen asasımış Lingling Xo'ning ballariını deymiz. Biz programımız şu bizning maqsadimiz cho'nglarni deymiz, yoshlarning ko'nglini tutuş. Chaqchaq bo'lgan ekan. Sop 70 ton odamlarni chaqirib ega. Tangni o'ping, yurak kesadi. Emas, yosh bu yerda o'taqlar bir-birda yosh ikimizdan farqi. Qoldi yoshga. Vallahi charchamas bak. Kavaklar qoranqon bo'lmasa aka. Xudo chavakchi bo'vatirmi mana bu? Ha? Ya chavak ba, ovoz yo'q-da. Ovoz yo'q. Shundami? Ha? Ne bor? O'sha yo'g'on bir suvoqroq. İlyar vaqirab o'zi kichiklanyapti. Vaqas puti kerliksiz. Hey, saqlayın Nurali. Ha. Bugün muş programımızga alaydan qaramış. Senin gaping bo'yicha men bir esil inim bor dedim. Muş to'r sahasida bek hurmatini qildigan. To'r sahasida. Lavxini bilsa. O lavxin chaqirib qo'ydingmi? Lavxini chaqirib qo'ydi. Voy menga. Biroz Ha. endi Lavxi bilan Dilshod ikkisini chaqirib qo'ydi. Qaysi shat? Ama turpalliq bir inimiz bor. U mana to'r sahasida yaxshi. Bu so'ravadingmi? Shakil chiqqanda ko'ra, "Ey, Lavxi, Dilshod." Oy. Teşma. Oy. Ha valla. Yaxshi. Sorungu quruq kamdoq. Yaxshi. Voy bu nima bu? Ot kuchgan, qiyizgan bu. Bu adı qavaqan. Kishimiz ishlamda bir adı o'tirib keldik. O'tadik-chimi? Mala o'zi yeydigan tomoq qishish turamnim bular. Bular o'tirishdan ketib qo'yib, mishat tura. Teşma. Teşliq. O'zgalar tazma. Teş tozmazlar. Voy, rost qiyizga ketdi aka. Tezga bularchi mundaq qilaydi. Bugun Mishad ikkisini peki qilib beli qilgandek. Sana dadu sepa men o'choq deb qiyizga berish. Ma chaynab ko'p savat hozir ko'p. Onların çok. Mani yesakamiz bu qurashni batib yasak bo'ladi. Bilamo, yegan kuchda bir ish qilmasa qilmaydi amjuma. Esavo sen bir og'zing sovla xotirjam. Ya men Nurali Xotirjam o'tiraychi bir yovla. deb bir jiboq birini ketayotgan. Yo'q. Ha biznikini yedi amjuma. Ko'rding ha? Xotirjam bular ki Ha, am bo'l Suyun bizniki ichgan mo'g'riya, cho'pini yegan mo'g'riya. Yegan O'tirayli biz. Bunda bo'lsa, kelsa. oldimiz o'tqa. Voy, shu. Aytdim bir saat ish. Lavxi dedim. Ha, lavxi mana shu. Ism familiyang deyman. Subi Yusuf. Subi Yusuf. Ha. Men hozir chiqmay ekanman juma. Vanxonganki dapamimiz odat o'shlancha maxfiy saqlaymiz. Qanda bir bilsin bormi? Am doktorxonada chiqdim men ruxsat napilcho. Voy bu sop tayyorliqlamg'u bu nima ish bo'ldi? Og'ir qadam chaqirib oldim. Ya biz zodi degan aka, chaqchaq va ambulatoriya. Hozir ma bemor ma yongchilik. Deydi. Ha? Yongchini olib keldim. Rostmanda. Gidilar. Qara odamning tayyorlar. Sübi degan tog'ning susiga vaqti bo'lmasa. Bu Shu vaqtda nin qitga opamlarcho. Ya sizlar deyaptimi teginlardagi otni manqasir menib deyaptimi qiziqib yotdinglar uni. Muhabbatim bilan ulan bayqa olgan ot tuydi. ular menga yutlab yeb bo'ldi. Shu hesabini ağaç. Ya bu yaxshi bo'pti degan bilasiz. Evet temlik yaras. Ya rahmat Juma ukam otda aytam ma programmamga qirq tovoqlarni kelganingni. Demem de demem. Ey. Ya jiq gap qilman, im davolanayotganim. Ben kisilemen bu. Ha, kelar shu massan qarab etibdi. Bir ish bilan keldinglarmi? Voy, bizni kim chaqadi bu yerga? Voy, endi bu manda qaraq deb qo'ymamda, ham deb bo'g'ichkida bulan bekomni nima? Buradaki sübinicho, jibodi ko'gini bilan amaliyot ko'yga ras o'xshamaydi ekan. O'xshamaydi. Niyati biza kelishgan. Bunlarning saviyasi yetmayman. Dilshod qo'qishga sabdol chiqirib qo'yib telefonni chaman. Biz odatdaylikmi unda Ya, manda ko'radi, ma yo'g'an bo'lganki yo'q. Ya bu lekin sübini, men tunji qitim ko'rgan vaqtda nayt og'izni buzadigan bir bezab bola deb o'ylaydim. Voy. Ras. Va hozir To'g'ri desam Sübini yo'q. chirayim daqda. Sübini chirayim deb qarsang bir xil ahmaq chiroydek. Yaxshikina shunday yarishibdi-jima. Amaqa tavliyaladik. Qavatdi bizni.
Bizni Vanxonlar til götürüşkən deb açıq otuq soğunulan berge. Deydigan qadimanglar yo'q. Siya deydigan emas, biz sizlarni ko'raylik dedik. Men demoqchi bo'ldim, sizlarni bo'lsa, hayot shirkitiniki qahva aralashtirgan jo'banji qilgan. Ey. Vaqt to'shqamas mağını. Ha, mo'min. Boshqalarning baralari ustigizda moshkis yoniq mong'ir. Biz bularni davatmi, Vanxong deb ishki poch ximrak bo'libdi. Yaqli. To'la javob qalam amal yo'q. Malas keltirib ishki chatga o'qqi deyman. Nima? Malani keltirib bo'lsa, men lavxini ozroq yeyib, mana tepsi qumul yapmışsın deyman. Ey, Remka yaqil. Sarkarning pulni qayta deydi. Baho sübiti qoluq yutilib qora qo'yibdi. Baba yegan qizini chiqarib olmaydi. Oy, sen bu Ya şaşarak o'tdi. Ma turpandin keldi bu. Mikrofonni jangdo'langman davomimiz. O'tiraveringlar, azobni shaqqa qilmish. Huzurning qahvasini beramiz. Ha, voy. Ko'ngil og'irlig'i bor. Malaylik yeyishib ketmagan bu vaqtlar. İlk küçük balla anısından ilk Mehmet ise malap pul verdiydi. Bu işkisi tanıtı çakacak lahilik bitemdi. Lahini. Man nereden taptın ben bu mana popa ikisi. Bir gün çakçak programı soruysa çoğunlarının kışını koplu kipti bu. Diziye kayıdan güçlendi diye. Hazır çattık, cıbı kıvatıdı bu. Cıbı kıvatıdı. Bulağı banıya pul vermeye güç yürüptü de. Kıyıl oldu mesela kıyızı geçilip atkı. Gülüp ketip. Yo'q, tilimiz shikki bizning. Ayrı. Dilimiz şike. İlip yere. Kıyızını manını tekizip yer bulsa. Rost deyman ku. Turg'un ilib nara tasil chiqarib o'tatdim ku. Men akitamsa ya. Va men ana haram ava. Ta atishni qo'ygandan ushtirib qo'yib kayniga non tekizib yemabsan. Ne bo'ldi jibo qaravotgan. Kim ustasing kim o'zing? Tapaqa. Bulamda. Dava. Mening ustozim Baxtiyor Ko'kchapan. Voy, u haq dodos yeb jugan nimani? Baxti Ko'kchapandan shogirdi lavhi chaqmoq chapan. Nimba deb keldinglar deyman. Ya bir jim bir yerlarda bir ishlasanglar. Manchilik badanda cho'lpon bo'lma deb sekilib chiqdi. Kök ketdimi? Safatim topqinim yo'qdi bularni. Kim chiqqan desa. Nima bu? Ama o mening gapim to'shiydi ekan o. Bir shogirdim ba ivolmas odatda gap to'shiydigan nima ekan bu? Ba yo'g'on bo'lgandek ichida gap chiqdi buni. Gap chiqdi. Bizni ishimiz bo'lsa ish qilsanglar biz ketaylik vaqtida. Yo'q, sizlar gire emas, arantasda kirib oldik. Shundaymi? Ha, sakindan xitini o'qib baqa. Çok sahnesi. Biz bunun içinde biz ikimiz düşürgen gap yok. Yo'q, sizlarni tushamaymiz, hamda ko'tiryapmiz odatda. Yok bizga düşürgen gap yok. Nima Ya, abiyat bizga gapni gap dema. tushamay, munchiq tushiryapman. Nurali, so'llanaq. Allohu xila qumul tarafda munchiq bulash, ovning tutilgan kun talaq chiqmaylar. Cho'lpa adamni kep o'tkadi juma. Program uchun. Program uchun. Hammalar uchun. Ha. Bolpan o'z san'at xumar. Hmm. Masalan, mana biz ish boshlab shunday yaxshi qildik. Mashinchilik turpam oson gap emas. Akram kam ba, endi u Akram kamning aeroplani yildan yilga vandiyam bo'ladi.
Deysiz, kim bo'ldi? Akramkam 2024 kelib 25 qo'ydi. Sen Javdatning programmasi 2 yil turdim. 2026 kelib hisobkam akasa uni. Dehşet kız idi de çaq oyaqda deb çık. Kep şunda yaxşı qilib quduradi. Voy, taz yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Maqsad demidi, men maç shunda yarışıptı ma popaykan rast. Yaxshi. Yo'q, bo'ldi. Taraflarda ayliq Atdigan ayollar qilsaqqa vaqt. Rahmat. Madil çatdan popaykan ayliq süzme qilgan vaqt. Orliqda suv qochadigan. Sen buni xemir desam rezin qalkan bular. Vallahi zerikende meni oynaydı. Ya söyümlük yenilmez. Mami dehşet zadı filmden işlavatıdı. Özdül jürek verdik ya özniki. Bundan da film çıkaz kahiz koyken poğuaşla adam. Lağıqenim işqib, ben nurgun pulu etib etdim cümü sana. He. Raz, sen el atkan pulu dikkat qılmay tərxəmək qarab qaldın da vaqt. Sen hazırca ben demek çoğunum biz seni yandırıp gelişimizdeki sebep doktorxan yatıyor men okullar bek soğuk keldi dep mega kelip yerlik ma çaqçaq usullarda bir davalaylı etken. Doktor Nurali uşaq yumurlan sokup bedening bir evesini. Maqul taqlaylı. Azraq sana çaşım çaqçaq qıpray tamaqdan kim bir içpəsən boldu. Ekrem ka bir işkital yumur bəginə maş lawqiqa. Keşte maş belgi tenip yazsın ak. Neydiğan yumur deməsin. Seni yoklap baramıdı. Şu adette seni yakınına doktorxan deyit qilib hech kim barmay seni üymüy berip atıdı. Aldık bıçak verip geldik şu. Kavgalar. Berip geldim ama vallahi haqiqi yakınına doktorxanга mani banalla pırpırıptı. Xatircem şu qiz nereden kaldın ama qizning bir sebebini uqaylı. Biz ben büyüyeceğim kalağıl çıkan. Kalağıl çıksa biz aldığa kalıyor kız varken. Van Hong dep çaqasaq çarı içken bu. Maaşıksız 7-8 adam birleşip soyduğun topaqqa köp. Ya yaxşı. Bular əmdi Nurali sen gap qıl. Gap vermisən aka. Kitlatqa vaqtdan bilan tepməydə jim otladım. Burun pullarımni qaytarıb alay dep depdim men. Bana yem bulamaydigan nima kelsayasan. Ras. Ya qantamısında diyen sen de bir ispatlatma. Rahmat degidek deyip otamatsa çoxum bana. Men oldura ketib qaptim. O dersen Közelekten ber. Közelekten ber. 30'dan 3 ne oynadı? Gözeni maniki bırak taqa qoydum bu. Ya əmdi sübi. Bizden əmdilik qəsilən çağırışdiki asas məqsəd olsa görmələrlə yüz görüşdürüş. Rahmat. Şu naq meydan üçün. Rahmat. Yüz görüşdürüp əmdi tor saha, əmdi çoğun saha qoy. Əmdi bundan keyin texmo tərəqqi qıldığan özlüksüz toxtab qalmaydigan bir sahanın birisi. Lekin yana bu ekranniki süpti yana oxşamaydı şu. Qanday olamısın? Səhnəniki ekranın süpti oxşamaydı şununğa. Bu əmdi ismidilam çıxıb turdu huzur çaqçaq səhnəsi deb. Çaqçaq asas əmdi bununda. Lekin çaqçaq bilan yandaş holatda sizlərnin bir ançımı düşünüp baxsaq deyə ümiddə. Əmdə ekrandakı halət bəlkəm adamniki əsl halati olmaslığı mümkün. Doğru. Şununğa mən oylab qaldım, abay san dedim. Nurgun tuncu qitiməsini köygən vaxtda ağzına aytıb bizəb bir bala oxşaydı deb oylaganda şəxsən mən, lekin hazır mən faqat unda isqimidim. Yüzdüvən isqiyatım akam hazır. Ma programda. Manam üçün 100 sangılap tövəng düşüb getdi. Elə qırmızıda bir quşlavağa biliq жүгіріп түштен кейін ұшыдыған бір құшлау. Немдейді оны құмылды сақы құштамды ма? Sübey bilen bugün naq meydanda rasında mening 100 liran uçuruşum bu inimde. Açtama? Men endi bu Sübeyninki mesela doyun sahası da olsun, buna aylık işleyen filmni emas, jibolarni tozaligi bir aldirash bir mezgillar bo'lib qolsin, kashqurulliqlari ko'rimiz bir kuni qanday bo'lib qoldi, men maslat joyidan qaytib kelib uyda orom yeyapsam, ilk shafqat rangsiz inimiz menga telefon qilib, aka birdan jiboga chiqqan bo'lsangiz deb, men aslında jibog'ni men qamlashtirolmayman. Shu kuni bular degan o't chaqchaq qilib ketgan to'q. Kuni men jibog ochdim, ham dashning kelib ochsam, shavkam shu rangsiz bular ko't jibog o'tgan. Biril to'xtadi. Men odam qo'rqib emas, ajoyib bir hurmat qildi-ku. Şu vaqtida bir ko'nglim tuyib qo'ygandim, to'xtabdi. Bo'lmasa bu nima des kuldigan joz hammasi bor gapni ochiq. Men o'zim gap qilib, men kulmay tushib kelsam bo'ladi, lekin men chaqchaqmi qilmadim, bir aqir paranglan qilishdi, hurmat qilib, o aka dedi. Şunu bugün şu Ürümçide Abdullah rayonida mana shu huzur chaqchaq 8 qilishimiz maslahatlashib,
mush inimni shu o'zimning bir hurmat sahibi qo'yib mush programmaga attaydan chaqirishni men bek yaxshi ko'rdi ha inim. Rahmat. Ha? Rahmat aka. Unda sizlar tunji qitim PK'da uchrashgan. Men bugun naq maydonda naq maydonda tunji qitim shundami? Endi subi mushu Javdat kamniki alayda bir sahnasi bo'lib qoldi-ku. Endi mushu 2025 dan boshlab endi buningdan davomli mush program sohasida mo chaqchaqni sahnaga olib chiqish jihatlarda butun kuchi bilan bir tirishayotgan endi shu o'zining davridagi yoshlarning vakili endi hisobda. Mushu Javdat kamga bo'lgan ko'z qarashing qanday? Mushu bir bilaylik ang oldi lan. Topaykan sivetken ha. Maçtan işten olmamsa da atım. Boş. Ras. Kırqal. Rahmat. Ko'p rahmat. Mashta son ko'rganinglarga. Birinchidan shu Javdat kamni shu oldin qaytdim biz PK'da tunish ko'rishgan. Men burundul tuniyman. O PK'ni men Dilshodning uyida ochganmiz. Qo'mayon yo'q degina. Ya vaqt yo'l o'tdan ketib berib kirgan shu vaqtda ko'rishdik. Orada jiqchaqchaqlarni qilib burundan kichigimizdan ko'rdik. Endi cho'ng'ib bu ko'rdik. Endi xo'sh oldimda bu yerda tang bir sahnada o'tganligimdan o'zimiz yaxshi ko'rdigan odamlar bilan cho'ng'gandan keyin tang boshda bir sahnada o'tamiz bir qilib faxrlandik ekan. Noyitim hayajonlanish, noyitim xusholib. Bugun bu yerga kelib Dilshod aqinam bilan tang obdan bu yerda biz yon o'rnida o'tirib edik. Teg'imi xo'sh oldik ekanmiz. Aldiq biz nimadash tarkiz olay degan maqsad yo'q. To'g'ri tushunadashimiz ammo og'ir qolmamdi. Madan cho'ng'imiz ko'tiramaydi-ku. Ay yo'g'am bo'lgan chaqchaqning nega tekkinni uqmay qoldi. Yana bir qaytim rahmat. Rahmat sağ olun. Endi seninki tunji qitimda men bilishimcha lavhi deb bir qo'lib ketgan bir mezgil bo'lyapti. Ishkirlarda o lavhi kepti deb degan xalqlar qo'rishib olgan bir videolarni ko'rganda, lekin ashlarni keyin men olsam, tavzoq chiqargan ishlarga, o'zi ampay qilgan ishlarga deb men anglagancha, mishada nurg'un ko'rinmalar mencha ashdan qiziqdi deb qarayman. Tunji qitim zodi ash rost ishmi, yolg'on ishmi debchi. Shu to'g'riliq seni ozroq bir tushunib boqaylik. U 2020-yil 8-oyning oxiri. Bizning Şinjan tarafda yo'q-ku. Lekin Ishkir tarafda Bekjiqga, uni hamda Jandi Jira deb qo'ydik-ku ashtaq. Ularning jibosidimi go'yda 10 ming, 20 ming odam o'tirdi-ku. Ularning necha million finsiz savollar bor-ku ashtaq odamlar. Ular neydi faoliyat bo'lsa, neydi tug'ilgan kun bo'lsa, shu Van Xonlarning-chu, aşağıya tang birdi-ku, aşağıda yetib qopib, kelgan Van Xonlarni shopping tatib, ashtaq finsasini o'stirib mol sotadi-ku. Jandi Jira deb qo'ydik-ku ularni. Ular cho'zo emas, o'sha bu odamlar-ku. Asli ashtaq ularning to'g'ridagi xarakteri ashtaq ekan. Shu baqa vaqtda o'zing hayron qaldingmi hisobda? Ha, meni ishda to'nibdi shu vaqtda. Aningdan keyin ma tarafda ta'siring bek bo'lib ketganda shu vaqtda voy shikirda cho'ng bildik deb, aningdan keyin lavhi degan tuni shu vaqtdan boshlangan. Rasmiy holatda uningdan burun bek emasdi, ha? To'g'ri. Aningdan keyin texim yaxshi bo'ldimi? Yaqinning yaqi mal setib chiqayotgandan yaxshi tonildi dedim hamda. Texim yaxshi tonilyotdi. Buningdan keyin davomli mal sotamsa? Yo'q, men hozir tijoratchi cho'ng. Tijorat bo'lib ketdim. Ma'rifatparvar korxonachi. Tijoratchi. Nima tijoratlar bilan? Ya nim ma'rifatparvar o'zining uyining biqini kerak, bunda qaraq maktab yo'q. Sho'ba maktab. Maktab. Mana haydab qaqachaga kirib kelamiz. Çaqchaqdım aralashtirma aka tushunayli. Nima tijorat hozir bilayli. Shu anaqa institutni ustoz baxti dado situatdi. Ularning oyam bo'ldi. Yo'q biz bilmaydigan tarafdan dapasun aka digilib qo'ybi. Tijorat Bekjiq. O'qigan kasbim qurilish mening. Qurilish kasbida o'qib shu o'zim azroq uni buni sab qo'ymay Javdat kam degandek kichik tana bilan solma. Tijorat jiqam deb kelsak 8-9 xil turjiq. Samig'an qushxona ekanda qushxona tayyorlab qilyapman qushxonni. Sen lekin nurg'un odam dedi-ku, masalan, lavhi jibo qiplam tepib ketdi, mancha million tepib ketdi, anda tepdi, manda bu rasma. Ras. Bir kunda asosiyatida tag'ay qanchalik bo'ldi? Kirim. Bizning dedik. Bizning deyishib kelgan. Shu ishlar. Nima degandek bo'ldimi? Pul emas o, deyishmayli pulni. Mana bu pul salgan sandıqning maydi. Ko'tirib degidan qiyiq olamdi. Ko'chapsizning sandıqidek o'tasi. Onun kirkez chiqmay ekan.
qiyiz ver, bunun iştirib chiqirib Dilshod necha kirdingiz? Ben 27 girdim. 27 ga kirib bo'ldingiz. To'y qilgan ha? qilganmi? Necha bola bor? Balı yoktu ki. Balı yok. Ayağın kursuğu da. Ha, ishqilib. Anang yo'q, anang baka. Unda bo'lsa Dilshod shu yaqin yaqin komediyalik bir filmlarni ishlatsa-ku. Genzelligingiz bek yaxshi-ku. Men yaqinda ko'rdim-da, hamma videolarni ko'rib qarsam shunda yaxshi o'zgachilik va ancha-muncha naqshlar va aytib qo'ydigan, ha? Bugun men tayyorlik bor deb qarayman. Ash naqshlarni aytib qo'yadiganqa. Ba. Lavxiningmi bor, siningmi bor? Nong ba. Ha, ishqilib birdan naqsha bugun cho'qim ketidi. Onu cho'qim aytitimiz bugun. Anadan keyin hozir shu Javdatkamning sayansi qoldi emas, Abay Subidimni so'rdim. Hamda Javdatkam bilan Subiniki tunji ko'rishi shu PK degan to'q bugun naq maydon yuztran ko'rishibdi. Javdatkamni sen burun ko'rib baqqanmi yoki tushunchang qanda? Cevdetken bile biz bu görüşken bir 5-6 yıllar burun bir programı görüşken akan bile. O programı ben akşi etkan. O programda şu riyasetçiliğini kılgan, çaycılığını kılgaydı. Şu vakit görüştük. Onun burun şahsen en hürmetleydiğin, en yaxşı gördüğün çakçakçılarının ki biri. Bugün bir şey ataydan gelip şuna hoş olduk. Biz de çok görüp hem de bir şey teyit kıptıken de Javdatkam xel yalurdu mu sizlarga? Yo'q. Bu adam Biz biz suyladık. yalvardım. Biz Ha, açtama. Biz suyladık. Chiqib olsak bo'ldi deb bu adam çıksanlar Tont burada qo'ygan bo'lsang deb. antik versizler de şu dedi. Ha. Şunu biz hem de kıyısına çıkıp kalkan şehir deyişini verdik. Kilo saniq so'z. Ya bugun baqos sizga men ashu lavxini ko'rmoqchi, subin emas. Ha. Men Dilshod. Bugun Subilam-a, lavxi emas, bugun Subil o'qibdi. Subi o'qib ham to'g'ri tushunish bo'ldi. Nimaga deganda ustingiz ichida ustisi bor da, baxti mening shogirdim tursa, bu baxtining shogirdiga demak mening çevremning çevresining avrisining bijnimiz ekan bu. Endi bugun bu sizlarni akilishlik sabab hargiz keltirish etib emas uklarim. Shunda kelimiz deganinglar xo'sh bo'ldi. Erkin azod o'tirib, qanchalik ish bo'lib ketsa ham sizlar chaqchaqni ko'tarsizlar, sizlar orqali chaqchaqni xalqqa bildirish. Lekin shu bu Subilami bir narsani biladi aka. Nima desang, bular amdiliqqa PKda yoki Jiboda hamda shu orqali o'zini to'ntib, o'zini namoyon qilib turib, xalqni kuldirib, qiziqarli qilib ba'zida qalaydigan gaplar chiqibmi qolgan bo'ldi. Nurg'un ish qanday qilgan bo'lsa bir tonildi, boshqalar e'tirof qildi shundami? Hozirgi shu o'ringa chiqdi. Lekin programma chiqqan vaqtda men ikkisiga qarab turib his qildimki, programmani ham cho'ngmi ko'rdi, kichikmi ko'rdi, yashanganlarmi ko'rdigan narsa, bolalarmi ko'rdigan narsa ta'sir yaxshi bo'lmay qoldi, bek ichilib ketsak deb matrabdami o'ylagan bo'lishinglar mumkin, to'g'rimi? Ha, bu hamda bir umumyuzlik bir fuqumchi programma degan cho'ng bir fuqum hamda. Bu alaqa doyin shipping o'xshamaydi. Shuningga mencha bu kayfiyatni to'g'ri tushunish kerak deb qarayman. To'g'ri aytaylik undan bular. Almay kırılan bak. Tez kirparat qiling. Ichdan qulog'i es qo'yib. Oxir qilib mushilishgan. Lekin to'g'ridir Subi. Naq to'g'ri. Biz amaliyotda telefonning oldida hamda qilib uning ichida telefon bilan bu yana selishtirsak bo'lmaydi. Yana birdan biz telefonning ichidagi bu vanxonlar bilan yenisidan selishtirsak bu biz dunyo xarakterli xatolashgan bo'lamiz. Bayatdan nima dedi? Men jibot sizlar qilgan, men jimmida o'tdim. Shu o'xshamaydi buningda. Sizlar nimani demagan bilan bizning finsim necha million bo'lib ketgan taqdirdami, yana bu ustozlar yana bizdan ustun turdi har qanday vaqt ichida. U biz qanday vanxon ketdik, u divanxon, diyor vanxon deydi, u faqat vanxonlar xolos. Shu vanxonlarning ichida men mana programmada mana sizlar bilan tang, mana ustozlar bilan tang o'tira oladigan men aytisi yo'q, men bilaman. Shuni ichidami yana hamda o'sha ichida meni tanlab nishon chiqqan ekan. Endi men oyat qilgan afsoligimni boyada qilsam, bir qaytam bo'ladi, ikki qaytam bo'ladi. Allohi, menga ishingni qilay, Allohi, o'zingma deydi. Qanday chiroyli o'tasak, qolgan asliligimizni biz o'zimizning maydoniga berib qo'yasakmi, uni yana haq ko'tirdi. Bu yana hamda qolmashmaydi deb boshda o'yladim men de. To'g'ri. Rahmat sana. Rahmat. Bu mucho aka bir hurmat amaliyat shu. Mayli bizga bo'lgan bo'lamdi, tomoshabinlar bo'lgan bo'lamdi, ko'rmanlarga bo'lgan cho'ng bir hurmat. Ishning, ish bilganning ifodasi deb qarasak tamamen bo'ladi aka. To'g'ri. Hamda ba'zilar bo'lishi mumkin. Masalan, sen degan ilaqisining o'shanlaring bor aka, shaka shu duyjanlar. Ularni chiqmagan bo'lsak, u cho'qim qildigan yana qilishi mumkin-ku. Nebijon uyingni tut degan sening. Sen elchilik eşek bir bakam sen gittin hay. Birali vaqtida uyingni tutib oldi. Shuni deyman, bu bir sapa aka. Shunlashqa mencha
Muşqil yo'sinda bo'lsa-mu, nihoyat tatliq, nihoyat chiroyli holatda bo'lyotidi. Biz tarafga-mu, hamda ko'rmanlarga nisbatan-mu bir suyunishga tegishli bir tarafiy demoqchi. Shunda. Shunlashqa mushta bo'lganligi uchun musanaga biz taklif qilib keldik-da, hisobda. Onun ustiga lavhi jiqsandak chiqib baqqan. Bu qaydan tushanguvchiligi bor demoqchi. Ya burun chiqqan seklar qaraganda bugun eng ozod bo'ldi deb o'ylayman. Chunki o'zimning aksi deb keldi bu. Men xush bo'ldim. Jiqsakin lekin rasman subi ashtama. Shundam shundam. Keladim. Bek gwanfan o'tirib ketaman işte qaytsa bilan. Bugun qo'sug'im machida deb tamog'imni ko'tarib kirdim. Qodirjam o'zimni uyda o'tirganda kerilib o'tiraladim bu yerda. To'g'ri. Kiyinishlarimi bek ana tabiiy. Qodirib kiyindim. Odatdagidek rahat kiyib keldim. Shunda chiqib qimmatini kiyib kelsa. Qolsan kiyib bo'lsa ost degan kiyim bu. Men mishada deyman, hozirma subimo boshda Vanxong deb tonigan bo'lsak, keyin hozirma naqsasiga kirdi-chu. Kirib an naqsi bo'libmi? Bir naqsh qo'lda bo'lgandan keyin chiqarayotgan naqshlar bekchiq. Yaqinda taqatgan bir naqsim bor. Anglab turyapmiz-ku biz. Mishada o'z xohlagan naqshidan bir atalni eng dastlabda bir aytib bersak deb o'ylayapman. Ozod bo'l. Manaqsa alğam akasan. Yağan yaqıma. Kuyarım için yürek gitmek yok. Sen aytadın başqa naqsha aka. Ha. Sağa bakan bu naqshani. Kichik vaqtlarda Biz anglab cho'ng olganmiz. Chash buzilib ketmaganda. Sakal atrap. Shuncha tanursin sana qalmaydim eran to'zidi suygin guli sen kattan yot bilan ne gunoyim bor edi mendin voz kechguday bilolmaydim mal dunya rahatga berildi ozdan sen xor qilding suygimizni kuyar muchin yuragidin men sana ko'yganda suyar mu seni men seni suyganda güler muchin edin aziz men seni ko'rganda ichimdan suygimizga ozg'an yurak rahmat 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 Asa to'liq aytmading ku buni. yo'q men aytdim oldin men o'tdim men Dilshod mi aytdi Dilshodga fursat berildi dedi Asra naqshini ikkinchi ko'p Ya ya ma naqshini deyman, tekstni o'zing yozganma? yo'q bu muzikasi xalqning teksimi xalqning Hammasi xalqning. Özleştirilgan demakchi. Ya lekin boshqalar aytganma, buni sendan burunmi? yo'q men aytishdan burun igisidan burun taqtishdan burun ay buning hikoyasimi Qashqarda Ismoil Jahon deb qo'ydi. Ismoil kam yozgan tekis. Buning muzikasi Yuban Shouye Chuyi deydi-ki, lekin uningdan burunmi Yaponning bir muzikasi o'xshaydi bu. Shuning bilan bu naqshini menga o'g'irliqcha o'ngitib qo'ydi birsi. Naq aytayotgan yerda anglasam tonish. Men evet biramsi ya deb evet küzüpla ikisidan burun tek küzütdim-da bu naqshini men. Shunga hammasi lavhining deydi. Amaliyat mening emas bu tekis Ismoil kamning. Bu adam bilan o'g'irlab olgan. Uni men o'g'irlamagan, haq o'g'irlab bergan menga. Setpagan. Yo'q. Sen pul bergan ishlar. Yo'q, u ilm berim ishlari yo'q. Hesapda bozor chaqqanning degan gap. To'g'ri. Ashta bo'p. Bilim o'g'irlagan o'g'irlik kirmaydi. To'g'ri. Bilib o'g'irlaganmi? Arz qilsak aqmanda. Hamda shu Ismoil akamiz o'zi keyin rozi Keyin deyishib oldik, deyishib bo'lgandan keyin hozir biz ustoz shogird bo'lib qaytadan bu yaqin bo'lib ketdik. To'g'ri chiqdi. Bir asarga nisbatan taqillishning o'zi bir natija emas. Shunlashqa menchi mening naqshamdan birisi mendan biri o'g'irlab aytib olgan bo'lsa, bo'ldi o'pkasi xo'sh bo'ldimi? Men ustozdan bir paydo qoldi. To'g'ri. Albatta
Men bir ipek yolu qatnashayotganda Çünkü nakış doğruluk gap qilapsizlarmi? Hozir deb qilib o'rindiqni oyoq aylantiryapsiz. Cho'lpon qinini sog'lani ko'ryapti. Ha, unda bo'lsa mana hikoyasini bir tushunib oldik-da. Bundan burungi programmalar deb baqmagan. Bu gaplarni, shunga işte deb baqmagan sirlarni yeyayli deb qoldi. Tuvan qizlar kemash. Lekin mencha mushum yaxshi akami abay degandek, mushta bo'lganmi yaxshi. Ham Dilshod sen naqsh etsa, Ancha-muncha. ancha-muncha nechtal naqsh taqib baqdan hozirgacha? 5. 5 talma. Qaysi eng mangdi? Urumchi keladi. Urumchiki. Ay shuni biz do'yinda anglagan naqsh shuma? Yo'q. Ay shu naqshni bir anglab boqamda Qaysi naqshni? Ham mayli Dilshodnikini anglayib xotirgan bir anglayli. Naqsh sirab ketibsiz. Biraz. Buni etpagina. Sen yağanladın boldu deb etmamsan sen ma yağandı. Vaqtilinkim. Aytay. Ati demaysa bo'ldi. Bular Yo'lda chiqish nima dedim men sana? Qayta so'ranglar. Ya, hozir aytayli. Ha, men nima dedim? Yo'q. Xayrli yo'q. Küsbeslik kilip yupurmak silip Uyunga aldırıp zerikip kılıp Turgan şu paytda telefon kelip Ürümchiga keldim uyimdan qechib Ondan çapaka. Әттегіне құптайды, кәш болғанда яттайды Менің бұндақ жүргімі жоқ Әттегіне құптайды, кәш болғанда яттайды Менің бұндақ жүргімі жоқ Әттегіне ұйқыға шыққым келмейді Қызда ятта қалды дені кеткім келмейді Шырайлықтың біріне шақырып қойсам Beş şıksa tamaqqa pulum yetmeydi Küspesli kilip, yupurmak silip Uyunga aldırıp zerikip kılıp Turgan şu paytda telefon kelip Ürümchiga keldim uyimdan qechib Ürümchining yo'llari kattan voy kattan voy kattan Sening bilan yurmayman qasmoqdan kirpatdan Aftab taraz ichilibdi gasir bo'laman deb Yosh qizchaqlar yosnibdi agi tigiman deb Aftab taraz ichilibdi gasir bo'laman deb Yosh qizchaqlar yosnibdi agi tigiman deb Küspeslik kilip yupurmak silip Uyunga aldırıp zerikip kılıp Turgan şu paytda chaqiriq kelip Ürümchiga keldim uyimdan qechib Ney. Yoçun bayağı sautik kesin go. Ma Jesus tezgah. Әттегіне оңбаға, кекче болса дейбаға Менің бұндақ жүргімі жоқ Әттегіне оңбада, кекчелері дейбада Менің бұндақ өткім жоқ Аптап бәріз içilipti, газыр болумен de Yaş kız valla yasnıptı, әгі тігімен de Ahtap bərəz içilipti, газыр болуmen de Yaş kız valla yasnıptı, әгі тігімен de Küspeslik kilip, yupurmak silip Uyunga aldırıp zerikip kılıp Turgan şu paytda chaqiriq kelip Ürümchiga keldim uyimdan qechib Oy. Bunun qandaq qoldi bu? Bu bizada. Nima qaysi? Bizni yanchoqdan berasan ketgan. Ana şu MTV işlemetti bular. Bir boş pul tijdi qaldı sana hozir. Yamış ko'yarmi uchun yuragin mani DJ ben so'g'anma sirasi o'ynaydik. Ham onu DJ qavasa o tek bilan paq munosabati yo'qli bir ish yo'ldi. Mamda. Mamda
Sen xiyal qilib baqa tek. Sanki yumurni azroq ishtikilib olsang chashim chaqchaq. Daqlayli. Meniki bir mal lavhini yak chaqirishimlik sabab lavhining taqtiyotini xalq atayotgan bir xushalliqchi. Demak, mushum ham bunday aytganda bir chaqchaqchi demaymiz, chaqchaqning bir turi deb o'ylaymiz, bir xushalliq bo'lgan ekan. Deb bo'lib necha qetib chaqchaqchimi deganni anglagan buni. Yumurlarni anglab baqaylik, usulliq yumurlar bo'lib qasdi yaxshimi degan. Qasa? Usulliq yumur dedi. Ha, usulliq yumur. Deb baqaysan. Yozning tek kirib demsaya. Endi Vay biz xatoli ishlarni qilyapmiz, naqshchilarni o'tkazib, naqsh etib, chaqchaqchilarni o'tkazib, yumur etib. Yaxshi bir yumur desam, o'zim qafasiga bir yesh. Rasman. Ras, bildiralisan juma. Mashinada Beramdoq ben turgan metr bo'lib. Ha? Qilmasda 3 desang, zavodni berib o'tdim. Shuning bilan bir kuni Pasha o'tiribdi-da, uyda otasi bir kirib deydi ekanda, "Ey, Pasha, dadang qani?" desa, "Mening dadam Abdulla Abdurimning naqsh kechilik ketgan bir chavaqtini o'tami" dedi degan. Qayerlik pashka o? Shuning bilan bir kuni Sazan o'tiribdi-da uyda. Otasi bir kirib, "Ey, Sazan, qaqalya. Dadang qani?" desa. Bay bir bola kirib, "Biliq tutimiz" deb aytish ketdi degan. Shuning bilan bir kuni bir og'inisi bek yig'lab ketibdi-da, "Voy dadam, voy dadam. Nim bo'ldi?" desa, "Dadam qatnash voqeasida tugab ketdi" desa, "Qanday qilmaysan deb sabr qil" desa, "Ay" deb yana yig'lab ketdi. "Nim bo'ldi yana?" desa, "Inimi qatnash voqeasida o'lib ketdi" desa, "Ama sizlar bu irsiyatchi" degan. Javdat kuldigan yerini topamatamsa ya qasdan Yo'q, kulmayapsan endi men mandaq gap anglagancha birsi el xalq chaqchaqlari, qumul xalq chaqchaqlari, mau inson xalq chaqchaqlari. Hayvanat yememse aka. Man do'yin xalq chaqchaqlari. Sizlar charchaq qolmasanglar ketamizlar aytdinglar. Charchaq qolibdi ketinglar. O'tmay anglab baqayli. Ya men qattiq yumur yo'q. Bir ris yumur ekan. Hadisna halqini. Degina ichini ishliq sen bir taraf. Moş. Ayrım dünya. Insanın dünyası ayrım. Avazını anlayımız biz berber kulak atsan olmuyor. Yine Atışlar balsa şu burunqi zamonlarga u. Aş buğdayni sug'urib turgan vaqtida bir eshak kelibdi ega. Eshak kelibdi, eshak balsini suz qo'ygan bir eshak kelibdi. Shuning bilan bals deb dada, eshak men ash tunogin suzga eshak shu degan eshakni tutib toz uribdi ash. Balsim uribdi, otisim uribdi. Urishlan uribdi eshakni. Urib shuning bilan kizan yugagan pet eshak qish kitibdi deydi bir harbiy voqea. Ham harbiy qurolliq turibdi, ya da qurolliq turib, ham qurolni ayaqa qo'ysam ham to'p ketmas so'on buni ham biz hukumatning bergan qurol bo'lgan ekan bu deb o'ylab qarasa eshak turgan. Eshak chiroyli buni ort qo'yib, ubuni berib kelay deb eshakni beshi qurolni ort qo'yib ubuni ketibdi odam. Ubuni ketsa eshak qurol beshi qilib yugagan paytda u eshak yugurib mangibdi, harbiy un qo'g'lab tutamabdi. Qarasa tas tunogin shu otibal ikkisi urg'aga qarab yugurib kelibdi. Otis qo'noqning ichida boz qo'noqning teshirga qoris eshakdan qurolliq yugagan paytda Otisini ketmog'idek shu bo'lsa. Ota des, nima bo'ldi? Tunogin biz urg'a eshak qurolliq kelibdi. Voy Javdat kulib qo'yaldi qima. Sizlar zerikkat yana bir Ya anglayla. ben dep berey. Ya bu yumru kırdıgan şupkası men dep berey. Bir Ben birini bilen bildik emme aka. Bir günü bir bala apsının 5 koy pulunu elip tavuz ağır çıkıp da 5 koyluk kaldı kendi. Yügrep verip tavuzuna kışık ki bana 5 koyluk tavuz verin depti. Andikin adam qarab 5 koyluk tavuz kelmeyi depti. Ben mi birinde yemse bu yumur. Biz Qashqarga borgandik, shu Qashqar xalqaro bozoriga kirgan mundimchilik, yumbuloqmi shu alqanchilik bir yelpigish oldim-da men 10 ko'changa. Shuning bilan unda yelpib, bu yelpigish yelpinmaydi ekan-ku desam, "Men qaysa xonim 10 ko'changa tayfing chiqirib bas bo'lamdi" deydi.
Yaxshi dedingiz. Eski kessinler. Talqo san keldi, chashmi yumur qilaylik birdan. Dilyar sen birini deb qo'ydi. Bunaqa g'ulchini baqo. Ey do'stimmi? Cevdetga sen, bormi sen? Necha vaqtdan yurdim. Ma programmada qilibsan deb. Qimizlar yo'q, qimizlar nim kelding, semizlar. Ben muzlavatdım ama. Bo'ldi, ish kelinglarga, işte berayli endi. Sana huzurninki siparişçilerden berayli. Sen juda bo'lsa gay to'liqlig'in sen. Bo'li. Yaqinda qahva berayli o'zining rangidak kishini o. Ben 600 gramdek o'rg'ildim yaqinda. Ey, yumurlaring payizga. Rahmat. Biraz peyizga. Kasdan kulmay turib oldiqchimi? Ha, biz Qo'rqmay davatib, Ha, mening shu, oldimda yumurlar so'zlab, qumilib qo'g'ina paqandek ish qilib. Turpaga kum satqandek ishlar bu. Ya lekin ma sübina yumre bo'ladigan xila. Ma bek payizlik Ma ishkelan abay ma ko'z qisishib oldi qarasan davatqa vaqtda. Kulmaymiz deb qisishib olib, anadagi kulmay chiqqan voqealarda u. Ma'qul. O'ylab qolmayjimi? Yo'q, anam bo'lmaydi. Herkes ko'nglinga olma. Onlarga olmaydi hozir hammayat dedi uyumun jiqadam kulmaydi uningga. Bu küneksiz de. Onun kulgan sayran qoldi bu nima deb kulyapti. Turpandan bekçirelik gaplar chiqdi, qumildan, turpandan, to'qsundan. Odamlar parangchi ham mehmon bo'ldi. Ha. Ben bil qumillar. Bu yerda qandaydir bu chaqchaq sahnasi deb g'uljuninglar bir chaqchaqa aks etgan program emas-ku. Ha, Har yerlarniki, Ha. har bir rayonniki o'ziga tushli xosligi bir namoyon bo'lgan deb turib, shunda bir jam bo'ldik-da hisob tamasanda. Bizniki lavhi hozirma shu Nurali degandek, endi bu chaqchaq sahnasiga endi Nurali ikkimiz, masalan men bosh bo'lib Nurali inim riyosatchiligini qilib turib, biz har bir jutniki shundaq ashta bir endi maqsad abiyam sen deding, ilqi Vanxonuz chaqirish zaruriyat emas, Cho'lpallu chaqirish zaruriyat emas. Shu yuragida o'ti va og'iz ikki gipi va chaqchaqni ham tushundigan, ham xalq tushundira oladigan shu sizlardek yigitlarni, isil xonim qizlarimizni chaqirib birdan birimdan kulishayli dedi, xolos boshqa cho'ng ish yo'q. Shu jutladim shu xushallik bor emasmi, ilidlar emas, shu har bir jutning o'ziga kuchli bir xosligi bor. Shuni ishkinglarni chaqirgan. Hamda sizlarga yana bir alayda mukofot va shu adashmış sherikning mushkisiga alayda bir yil haqsiz ishlab pes qandaq sana. Bizmi? Ha, uningdek shu hayot şirketi sizlarni o'zinglarning jutiga bir oylik sayohat ko'rilish. Yotoq uyimizdan bor. Qo'yda alayda mana bir faoliyatlar bor. Chaqchaqlaringlarni shunda tingshidik, shunda qo'yib. Bezdeka. Son tokonni o'tiratmaydi, bir eg'izga qilmadim juma men. Naqshlarni yaxshi tingshidik bularım. Yomon xush bo'ldik. Endi mening faqat programni oxirlashtirgim yo'q. Shu lavhini gitaringni ip kelgan bo'lsam, ukam. Bu naqshlarni noqul chaqchaq deymidik bu programmada-chu. Birdan ko'ngil ichish, paranglashish, mungdishish deb ukam. Endi sizlar bilan biz bunday aytganda davomli ko'rishmigimiz taskepga Ataydan qo'llab kelganinglarga bek suyundik ukam. Mush programmamiz nomidan